bir odamni ikkinchi odamdan qadrini balandligi, pastligi ilmi va amali bilan bo'ladi. Boyligi, chiroyi, aqli, quvvati bu narsalar bilan emas. Masalan, kim zehni xira bo'lishini xohlaydi? Hech kim xohlamaydi. Kim kambag'al bo'lishni xohlaydi? Hech kim. Kim xunuk bo'lishni xohlaydi? Hech kim, lekin shunaqa bo'lib qoldi. Demak, bu uning ixtiyoridagi narsa emas edi. Bu Allohning sinovi edi. Bunga berib sinadi, bunga bermay sinadi. Endi bu ham ilmli bo'lishi, amalli bo'lishi mumkin. Alloh taoloning kitobi Qur'onda ikki xil odam haqida so'z ketadi, birodarlar. Mo'min haqida, kofir haqida. Itoatkor banda haqida, osiy haqida. Muhsin haqida yoki musi, yomonlik qiluvchi, adashgan kishi haqida. Mana shu musulmon kishini